Bu yerda cho'qqin bir sir bor. Sir? Nima sir? Cesur bu ikili 3 oy tursa, tag'in arzni bekor qildi ekan. Buning siri olmaynim ba. Bu qitimqi vafosizlik davasining maqsadi pulda emasga. Agar pul bo'lmasa, undaqda nima? Menmi bilmadim. Shuningga sir bor, davatman Mo'min. Sir. Undaqda tag'am bu davoni zodi nima qilyotgandi? Tamam. Kechiringlar, sizlarni yana og'riq qilgan bo'ldi. Kunib qoldik. So'ravering. Alimka, sizning telefoningiz nima? Hürmet. Devatqinimiz hurmatmi? Her qandaq bir dada farzandlar tarafidan hurmatlanishni orzu qiladi. Meni talab qilayotganim shu hurmat. Hurmatlanish emas, balki yuz tepish uchundir. To'g'ri. Farzandlarni berib cho'ng qilish uchun har qanday dada jafolatadi. Biroq dadam vafodorlikni bahona qilib, bizga solgan mablag'ni qaytarib olmoqchi. Mumkin emas. Rasli shuning uchun bizga shundoq muomala qildirmadi da. Dada, biz seni hurmatlamadikmi? Sen hayvonni hurmatlab shuni qilyapsan dada. Biz hech nima demaganligimiz uchun sen dadillik nupuzingdan foydalanib qilayotgan ishlaringni hurmatlab bildirmoqchi bo'lyapsan. Ajabkim xatomi? Alimka, savolga javob berasiz. Farzandlari uchun hamma nimasini atagan bir dada mushunchalik bir huquqqa ega emasmi? Dada, to'g'ri. Men sizlarning dadanglar. Sizlarni beqib cho'ng qildim. Qator qo'shdim. Mana hozir qanatinglar qatdi. Mushunchalik kunga ega qilish uchun qilmaganlarim qolmadi. Kuchimning yetishicha tirishdim. Mana bugun kun kelganda sizlar bilan birga o'tirib, daqam tuturib bir vaqt tomoq yeyishni iltimos qilsam, bu hayva qilganlik qilamda. Sizlarni seg'inib, ovozinglarni anglag'im kelib telefon qilsam, hayva qilganlik qilamda. Tomoq yedinglarmi? Yaxshi aram oladinglarmi? Nima qilyapsizlar deb ahvolinglarni bilgim kelsa, hayva qilganlik bo'lamda. Bo'pti. Sizlar dadam bizga hayva qilyapti deb tushungan bo'lsanglar, menda amal yo'q. Shunday tushunaveringlar. Men bu aqmas hayvamni astan shuqishtirib olay. Shunday qilsam bo'lar. Qiynatingiz divanli kesiga giribtar bo'lib qolmagandu? Bundaqmi bema'ni shart qo'yamdu? Oy, beri faqat 3 oylik tursa, qiynatam jasur bo'lgan arzni qaytarib oldik apa. Undaq qilishqa hargiz bo'lmaydi. Qancha pul olsin? Siz ular bilan birga tursangiz qiynalib qolasiz, qizim. Biroq hozir qiynatamning maqsadi pul uchun bo'lmasa, bema'nilik. Uchuq chiqqan bema'nilik bu. Ne oldu apa? 3 oy turgan ya o'ylab qolsam, qoraychu. İlişib qolmagansiz, Barna. Anis qanday qilma? Sesuning japatatini qo'l qo'ydirib qarab o'tiramdi. Karim yo'q. O'zing o'ynashing uchun o'z qilsin. Apa. Dada sen cho'qinmi shunday qilsa shundaqmi? Ma'qul. Unda bu sot qarz qil. Jasur. İşimiz kelgan ko'ray.
Ben advokat buluş bilen ikki yığız gap bolayın. Meni sizlar farzand bo'lib salaytinglardan to'g'ri qilmayapsizlar. Nemishqa dadanglarni o'ylab qo'ymaysizlar. Mening bu ishni sotib topshirganimdan eng yaxshisi ikki taraf yarashib qolguncha kelishtirish ipog'inim yaxshi. Amalning barcha urug' tuqqanlar o'tirsinki, yarashish nuqtasida bo'lganlar yaxshi. Man qarang advokat efendim. Siz bizning ailening ishlarini bilmagandikin, to'lqalayimxon jo'lima. Dadamning yuzini qilmagan bo'lsam, siz bilan alliburun sotlashgan bo'lardim. Dada, nima ish tugmaydigan ishlar bu? Bizni nima ish qilishni qiylaysa? Hadisi bu advokatning qishiga chaqirsa, biz seni ayab, yeni sening gapingni qilib, yuzingni qilib kelyapmiz dada. Dada, o'zingmi bilsa, bizning xizmatimiz bek aldirash, vaqtimiz yo'q. Bizni nima ish qiynaysa dada? Sen xalam, siz o'zingizni shirkatning kotib shahsining boshlig'i ekanmi? Shundaq. Navod hozir oldingizda turgani dadingiz emas, balki shirkatning direktori yoki bosh lider bo'lgan bo'lsa qanaqa qilasiz? Albatta, kuchimizning barcha, amalning barcha bo'shini yaxshi bir taraf qilib bo'ladi, shundaqmi? Jasur olim, siz o'zingizni oshqozonroq mutaxassis deganmi? Navod hozir oldingizda turgani dadingiz emas, balki doktorxona boshlig'i va yoki bemoringiz bo'lgan bo'lsa, siz albatta vaqt chiqargan bo'ladingiz. Kuchingizning yetishicha amalning barcha bo'shini cho'qim yaxshi bir taraf qilib bo'ladingiz, shundaqmi? To'g'ri dedimmi? Bir dadının kalbini tushunmay turib, jamiyat bunchalar muvaffaqiyat qozonganning nima foydasi? Aksicha, shirkatni muayyanlashtirishlar muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Sizlarga nisbatan muvaffaqiyat qozonishning o'lchami zodi nima? Uchinchi qatimda kelishtirish, ertaga soat 9da mushishxon deb berildi. Advokat efendim, haddingizni ishga ketdingiz bu qana? Agar ertaga kelishtirib bo'lmasa, o'g'liga davomli kelishtirib beramiz. Ham ikki taraf kelishib qolguncha kelishtirish deb berildi. Qaysi olib bo'ladi? Sizlarga boshqa gaplar olmasa qaysi olib bo'ladi? Dadan sen zaten nima ish qilmoqchi? Aka. Voy aka, acaba tezlik qaytib kelsan bu. Qanda bo'ldi tag'a? Siz yengensiz tag'a. Bu zat nima bo'lib ketib bordi deymi? Cheptir. Voy, sizlar qaytib keldinglarmi? Qanda bo'ldi xizmat? Qanda o'tirdi? Atiyen sarong advokat bilan ko'rishga yana bordik ekanmiz. Nima deydigansizlar? Hey, xizmat. Voy aka, sen zat nima qilmoqchi? Qarapaqini mavin nimaga o'xshab qoldi? Aka, sen bizdan biror ishni yo'shiryotamsa, yo birsini qasddan shuna qilish kuch keltiyotamdi. Aka, nega borsan? Men do'konga chiqaman. Yaqinda savdo yaxshi emas. Aka. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Fatma erkin chiqarasiz. Voy nimaning? Kirnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklash shirkati tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Dadam sarong o'pdi. Rostili sarong o'pdi. Ay, dadamning nima maqsadi bor-a? Shundigina acha.
Nereden dadıvağa adam ballarını pul tilaqıp arz qildi aşpa. Buga tarqib kesma yüzümüz ne qo'yib shiramiz. Hey, sizlar bunda qilavermay, yarışib qilinglar bo'ldi. Tog'amchu, sizlarni pulni deb arz qilgan ekanmiz. Balki boshqa maqsadi bor o'xshaydi. Boshqa maqsad? Nima maqsad? Tog'amchu, Jasurni mushoyi kep tursa, arzni bekor qilma deydi. Men buni anglab, tog'amning maqsadi pulda emasligini o'ylab qoldim. Tog'am sizlardan boshqa narsaga erishish uchun chekidan oshgan arzamalni o'ylab topgan gap. Ha, acha. Sen shunda o'ylamsan? Menchim shunda o'ylab yiqinglar. Akam bilan yengam mushoyi kep turslam, hamisha alvoqdak, arzim qaytiruvaqdak. Shunga akam 3 ay qurbonlik bera oladimi? Sana mumkin emas deb dedim-ku. Navoda Parizatning degani to'g'ri bo'lsa, Qaysar bilan ikkimizga shart bor degan gap. Ha? Acha bizga qanday shart bor aka? Men nadim bilay. Advokatdan so'rab baqamsizlar-ya. Yarışishning qanday sharti bor deb so'rsanglar bilsizlar emasmi? Uf, bo'ldi qila. O'ylasam nervam beradi. Hey, bu musiqalar berib so'rab kelinglar. Shunda olsun. Menimcha, endi dadanglardan yarışib qolganlar tuzuk. Yarışib qilish shartlarini anlab baqsaq bo'lamdi. Avval shuni bir anglab baqayli. Bo'ladi. Nayt oddiy. Buningda faqat o'rtaq amal qilgan ikki nuqta bor. Birinchi, har kunlik nashtada bir oylik ishlar jam bo'lib nashta qilsinlar. Nashta? Bu 3 aydan har bir kundimi? Albatta. Yakshanba kundan boshqa kunlarda. Yana har shanba kuni oiladagilar yig'ilib birlikda kechki tomoq yeysizlar. Ikkinchisi-chi? Ikkinchisi, bir kunda bir qitim cho'qim dadanglarga telefon qilishinglar kerak. Mayli sen qanday ishinglar bo'lib ketishinglardan qat'iy nazar dadanglarga telefon qilsizlar. Dadanglardan ahvol so'ramsizlar va yoki boshqa mazmunda gap qilamsizlar. Bu o'zinglarning ish. Mushumi yarış sharti oldimi? Yana uchunglarga ayrim-ayrim qo'yilgan shartlar bor. Jasur, siz buni anglagan-ku. Ayolingiz bilan dadangizning uyida 3 oygacha birga tursiz. Ha. Menchi. Siz 3 oygacha har oyda 3 ming yuandan pul topshirsiz. Nima? Men har oyda 3 ming yuan? Ems achamchi. Achingiz turmush ishini o'ylash. Nima? Achamning turmush ishi? Shundoq. Achingiz 3 oygacha cho'qim turmush ishini o'ylash shart. Nima? 3 ay ichida turmushimni o'ylashim kerakmikan? Shundoq, tog'amning arzini bekor qilishlik sharti uchun sen cho'qqum turmushingni o'ylashing kerak-a. Uf, jam sirikdi. Yaxshimisiz? Nima? Turmush ishi? Men Chaqchaq qilma. Nima bunda bema'ni talablar bor? sizlarga qo'ygan 5 shartdan boshqa yana 2 nuqta bor. Jami 7 talab. Yana ikkisi-chi. Yana qanday bema'ni shartlar bor aka? Avval oldidagi 5 shartni hozirlanglar. Keyingi 2 nuqtani sizlarga vaqt kelganda deb beraman. Nima bu shunday shart bo'lsin? Turmushim uchunlam bizni arzu qilganmiding? Buni o'ncha hayron qolmasangizmi bo'ladi. Bu shartlarning ichidagi birsi-ku. Dada, men to'y qilmayman dedim-ku. Bolam,
Onu bilmə. Mən sizni 3 ay içində çoxum toy qıl demedim-qo. Mən bir dadınız olğandan keyin nurg'un gaplarni sizga bevosita deyishga bak epsiz bo'lyapti-da. Apangiz bo'lgan bo'lsa-qo, munjim bo'lib ketmasdi. Dada. Balam, mayli qanday bo'lmasin, hech qanday ishni sinab boqmay turib, qalb ishigingizni yepib o'lib, azoblanib yurishingizga chidamadim. Endi qachonda men ketib qolsam, Voy, nədiki bir gaplarni qildi ekansan? Anladın mı Aça? Anladım. Hazır dadam bilan shuni paranglashib chiqdim. Biymanlik qat'iy gap to'g'ri kelmaydi. Jirani ayirib paranglashay. Ay, Anımka yaxshimi? Ha, ularga yetkazib qo'yish tegishli topshirig'ingizni yetkazib qo'ydim. Gerçi bugun xafa bo'lgandek qismi, atda to'g'ri deb o'ylashim mumkin. Mening shartlar bo'yicha kelsak bo'g'dak. Ha. Voy. Bu yarış kelishimi nimada qalita? Her kuni birga noshta qilish, uyga qaytib birga turish, tomoqni birga yeyish, kunda bir qaytib telefon qilish, oyda 3000 yuan topshirish, kelin bilan birga turish, agi tegish. Olsunjuma. Chiqdim, yerlayildi otim hozir. Mening baridan elib bo'yi qaytib kelishim. Tasjuma. Voy aka, Acha. Bu sizlar ishkimdan endi g'am qilsizlar. Nima istasiz? Acha, turmush uchun o'ylashyapman desang tugamadimi? Ha? Aka, sen mi shugo? Bu degan o'zingning uyi, ayolni akka 3 oy tursang bo'ldi ekan-ku. Nima istasiz? 3 oy degan birdan qo'shidi? Hey, uchimiz orasida sinishing eng oson. Topgan pulingni bersang bo'ldi. Ha? Shuni men adilomni deb atmadim. Nima ish qilmayli pul yerman? Ishkimlarchi, sizlar mana qo'ysang tugaydi ekan-ku. Nima? Xato gap qildimmi? Jur'atmayın. Men doktorxona vermasini ag'ash ketaymi? Hey. Aka, Acha. Xo'sh. Tazim bir. Voy, nima ish qilmayli pul yerma? Nima ish qilib bolalarga o'xshash qaramaydi, qanday gap bu? Tazim bir. Shundaqmi? Amiz qanday qilamiz, Jasur? Berna. Bunday ahvolda o'g'liga berishimiz mumkin emas. Amisi, men opamga yana bir deb baqay. Bo'ldi qilaman. Faqat biz chidab tursaqli bo'ldi. Arizim bekor qilinsa, so'z so'chaklam to'xtaydi emasmi? Ularni nima ish qilsangiz? Hammadan qarakanda qilib. Bo'ldi bu o'zimni shu o'g'limniki men o'zim hal qilay. Ha, bo'ldi sizni. To'xtab keting. Hech qism. Rash bormi? Sizni qilaman. Men kiyimni almashtirib chiqay. Dana biz kiyim deyishyapti-ku. Mazaq ishim chiqib qoldi. Bu yerma to'rt bo'ldi. Direktor. Nesiniz? Niye nima qilyapsiz? sizni saqlab turgan? Meni? Aras. Dadingiz bilan kelishyapsizmi, kelishmayapsizmi? Shirkat shaxsiy ishni deyishmaydigan bo'lgan-ku. Bu ish men uchun intayin muhim xislat. Sadi kelishyapsizmi, kelishmayapsizmi? Yo'q, Dadingizmi? Baromdan gapirdi-ku, ha? Bu yosh kirib qolganda turmush ishingizni o'ylashmisiz? Cho'qim Parizod. May? Hay Parizod, nima hamma gapni direktor deysan? Ajab qo'rqatdi. Bu odamga voqirash odat bo'lib qopti desa, buning adab basa. Kichikkin ishlog'im voqirab chaqirib. Sening
Açığını çıkargan çelikin emas men. Özün yaxşı oyla. Men tamaq yeyme. Oy bolam. Yeni tamak yigil turupsan go. Kuzqamaşdın. Oy bayatılı tamak yegentun go. Ha? Yeni kusuğunu içipti de. Apa, men yaqindan beri mush xislatning ishrig'i g'am yeb, bek charchab ketyaptim, bek charchab ketyaptim. Shuning uchun birdamdil qusqamachadigan bo'lib qoldi. Sen yemsan? Oy yeme bolam. Özün ye. Cimo. Ha, yemsan hop. Oy. Apa, sizin var mısınız? Allah razı olsun. Yaxshimisiz? Cesur, Ha? yaqindan buyon oilaning ishi bilan toz charchadingizmi deymi? Yo'q, aksincha doktorxona ishidan karim bo'lib bo'lolmay, ba'zi ishlarni oqsitib qo'yib pek xijil oldi. Cesur, sırt chiqib, birer yil turib kelsan qandaqmi? Ha? Kelar oyda doktorxonamiz chet eldagi bir tadqiqot o'rni bilan bir turda hamkorlashmoqchi. Siz berib hamkorlashgach, ularni bilan buguni bilan. Hamda Bernanim bilan operib, birer yil turib kelinglar. Xotirjam bo'ling. Barliq chiqimingizga doktorxona ega bo'ladi. Bu bek yaxshi gapkan dada. Lekin men mas'ul bo'lib davolayotgan bemorlarim bor. Men bundaq tez borolmayman. Siz basingizli bo'ldi. Qaga ishlarga mendan mas'ul. Cesur, Qudlarning arzisiga kelsak, faqat bo'lmaganda bizim bir advokat taklif qilaylik. Shu bir taraf qilsin. Bu avarchiliklar tugaguncha bir mazgil Berna bilan chet elda turib keling. Mayda. Yaxshimi? Men chetga chiqib bir yil bilim oshirib kiradigan bo'ldim. Nima? Bir yil chet el bilim oshiram degansan? Shundaq. Da bayatni doktorxona boshliq shundaq deydi. Ans dadam bilan bo'lg'ashni qana qilsa? U ishni advokat bir taraf qilsa bo'ldi ekan. Hey! Hey, mushunda vaqtda bizni tashlab qo'yib ketamsan? Barcha avarchilikni bizga tashlab qo'yib, chet elda yashaysan degina? Qaysarg'u maoshini berib qutulsin. Men juma qana qilaman? Achchiqlanma nada. Shu qanday qilish to'g'riliq sen bilan maslahatlashga telefon qildim-ku. Ovozing chet elda yashaydigandek chiqyapsa. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo